Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar, aziz vatandoshlar. Mana bu o'sha Oltinko'l tumaniga keldik. O'tgan yili payvandlarimizni bu yil o'sha kesish jarayonlari bo'yicha mana bu yerga e'tibor bersangiz qalamlar taqqanmiz. Mana bo'ylari taxminan 3,5-4 metrgacha o'sgan. Endi buni bu yil kesib shoxlarini qisqartirib, xudo xolasa bu yerdan to'liq hosil keltiramiz. Bu tomonimizda Xitoy yong'oqlari edi. Xitoy yong'oqlarini kesish jarayonlarini o'tkazdik. Teknik kamchiliklar bor, to'g'rilaymiz. Bu yerga endi asosiy Chandler, Fernor, Howard, Clara navlari taqilgan. Shularni qanday kesiladi, qanday ishlam olib borish kerak, shu bo'yicha qisqacha video ko'ramiz. Bu birinchi navbatda lider shoximiz tanlab olamiz. Mana lider shoximiz. Bizga bog' aslida tepadan shoxlatishimiz kerak edi. Bog' egasi talabiga ko'ra pastroqdan shoxlatinglar deydi. Xuddi shunday, ya'ni ko'pchilik bizdan so'radiki, shuni pastroqqa taqib pastdan shoxlatsa bo'lmasmidi deb. Hozir shu jarayonlarni qanday olib boriladi ko'rsatib beramiz. Xo'p. Bu yerda tashqariga chiqqan ko'z bor, ichkarida ko'z bor. Mana shu ko'zdan olamiz. Keyinchalik buni qisqartirish jarayonlari bo'ladi. Endi bu ko'zimizga kelamiz. Bu ko'zimiz ham bu yoqqa qarab o'sadi, ham bu yoqqa, ham bu yoqqa. Ammo bu yerga o'sgandan keyin bu yopilib qoladi. Shuning uchun ikkita ko'zdan tepasidan qilishimiz. Xo'p, endi bu shoximizga kelamiz. Bu shoximizda mana bu yerda o'suvchi shox bor. Buni tashqariga chiqadigan navdan tanlashimiz kerak. Tashqariga mana bu yerda yordamchi navdamiz bor. Bu yerda o'zi ikkita ko'zimiz bor. Shu uchun buni pastroqdan olamiz. Mana ko'rib turibsiz, bularda hammasi 1 yillik navdalar. Mana shunday qalinlikda qalamcha taqilgan, mana ko'ryapsizki qanchalik qalin bu. Bu 6 yoshlik daraxt edi. Hosil yaxshi, yetarli hosil ola olmagan. Shu uchun buni bizdan iltimos qildi o'zgartirish. Xo'p. Buni kesamiz. Uzun qaysini ber? Yana xuddi shunday. Bularda o'suvchi novdalar bular. Bulardan yon shox olishni men tavsiya bermayman. Ko'pgina videolarimda buni tanishtirib o'tganman. Shuning uchun bulardan biz voz kechamiz. Buni tagida mana yordamchi ko'z bor. Yordamchi ko'zlardan bu yoqqa qarab o'sadi, yonga o'sadi, ham ser hosil bo'ladi. Oldik. Xo'p, endi tepasini ham shakllantirsak bo'lardi, lekin qancha tepadan shox olaversak, bu yerda shoxlar qochadi. Shuning uchun buni pastroq kesishga harakat qilamiz. Taxminan mana 2 metr 2,20 bo'ldi. Mana shu yerdan to'liq mevali shoxlar shakllanadi. Endi bu yerdagi buni bu yerga bitta qalamchamiz ushlamagan. Buni ham qanday ishlam olib borish kerakligini tushuntirib beramiz. Bu yerdan shox o'sib keladi. O'sha shoxga yozda hayvon qilamiz. Endi bitta lider shox qoldirdik. Boshqa lider shox kerak emas. Shuning uchun buni qisqartirib tashlaymiz. Bu yerdagi hayvon taqishdan ko'ra uni himoyalash juda asosiy o'ringa ega. Qo'ldan kelgancha himoya qilgan, lekin mana ko'rib turibsiz, lakigan joylari juda ko'p. O'sha noto'g'ri qaralgan. O'z vaqtida dastaklar boylanmagan. Majbur endi bu mevali shoxlardan voz kechamiz. Buni esa ham bu yoqqa kurtagimiz bor, ham bu yoqqa kurtagimiz bor, ham bu yoqqa kurtagimiz bor. Shuning uchun o'sha ko'zni tepasidan kesamiz. Kesishimizdan, qisqa kesishimizdan sabab ham bu yerlar qalinlashib, rivojlanib oladi. Buni ham maksimal darajada qisqartiramiz. O'sha kesilgan joylariga обязательно kraska suvi surkalishi shart.
Endi kelamiz navdamizga. Bu navdamiz baquvvat, yaxshi rivojlanganligi uchun buni tashqari tomonda ko'zdan olamiz. Mana shu yerda ko'zimizdan. Mana bu o'suvchi navda qurib qolgan, buni olib tashlaymiz va shuni tepasidan kesib tashlaymiz. Ana, shunday tartibda shakllantiriladi. Kesilgandan keyin bu yerlar rosa ko'zlar bosib ketadi. Bu yerda hamma ko'zlarimiz to'liq uyg'onadi. Lekin yozgi obrizka davomida bularni yana bir qator bularni qisqartiriladi. Qaysi mevali shox olinadi, qaysi mevali shox olinmaydi. Bularni yozgi obrizkada o'z tartibga solinadi. Qisqasi bu yil xudo xolasa meva olish boshlanadi bundan. To'liq yana 2 yil ichida 100% hosilga olib ketadi. Ya'ni 24-yil payvand qilgan bo'lsak, boringki 26-27-yillarda bu daraxtga ortiqcha ishlam qilinmaydi. Ya'ni to'liq mevaga yotqiziladi. Hozir boshqasini ham yana ko'rsatib beramiz. Mana sizlarga yana bir video ko'rsatmoqchiman. Bu o'tgan yilgi payvandlarimiz faqatgina bog' egasi xato kesib qo'yganlar. Natijada navdada kalta bo'lib qolgan. Bu yerga 3 xil 4 xil ko'rinishda video payvand qilish usullarini men sizga ko'rsatib bergan edim. Endi bularni kesamiz. Qanday tartibda kesamiz yana? Bular mana ustida kalish qismi yopib bo'lgan. Ko'ryapsiz. Bularni hozir qalamchalarni qisqartirib olib tashlasak ham hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bu yerda asosiy qoladigan ikkita yon shox, ikkita shox qoladi. Bu yerda ham xuddi shunday shox qoladi, lekin bular mana bu yerda qalamchamiz yaxshi rivojlanmaganligi uchun bu yerda kalish qismini yopgan, lekin bu oraliq unchalik to'liq yopmaganligi uchun buni hozirchalik qoldirib turamiz. Qisqasi bularni hammasini yon shox uchun taraymiz va keyinchalik ortiqchalarni olib tashlaymiz. Buni bu tomonga shox beramiz. Quriganlarni chiqaramiz. Bu yerda ham xuddi shunday buni olib tashlaymiz. Mana bu yoq qarab yon shox, bu yoq qarab yon shox. Bu yerda ham yon shox sifatida qoldiramiz. Bu yerdan chiqqanlarni olamiz. Hop. Bunimizda bu tomonga kelishini ta'minlab. Bu yerdan kesamiz. Buni esa mana bu tomonga asosiy bu tomonga yoqadi va bu yerda ko'z bor mana. Bu yerda ham bu tomonga ketishi uchun shoxni ustidan olamiz. Shoximiz ichkariga qarab kerak. Bu yertalik turadi, keyinchalik yo bu shoxdan, yo bu shoxdan ikkalasidan bittasidan o'z kechamiz. Shuni esga oling. Ko'rib turibsiz. Bevosita ko'rikda oshiramiz. Men xuddi shunday tomonga keladi. Bu yerda ham shox bor. Buni asosiy bu yoqqa ketishini ta'minlaymiz. Bu lider oldi endi? Ha, bu liderga qoldi. Burganlar olinadi. Bular o'suvchi novdalar edi. Mana bular hozir o'suvchi novdalar. Bulardan yon shox olishni ko'p tavsiya bermayman. Keyinchalik bular shunday yorilib ketadi bular. Mana shu yerdan yorug' tushib boriladi. Shuning uchun bular olib tashlanib, asosiy yon shox shu yerdan olinadi va bular yonboshga o'sadi. Hop, liderimizga shuni olamiz. Mana undan olib tashlaymiz. Buni kattasi olib tashlab. To'g'riga ketyapti. Va shu yerdan bu yerdan ko'z qoldirganim sabab bu yoqqa qarab o'sib, keyinchalik o'zini muvozanatini to'g'rilab oladi.
e'tiboringiz uchun rahmat.